Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsiz? Bezovta qilmadikmi? Sizga arzimasa ham. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Bezovta qilmadikmi? Yotganingiz kelsin. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Hayyo, mana o'ta navallarni quychuvlashib o'tirib biza. Yoshingiz nechida? 66 daman. Qancha bo'lgan endi qandli diabetga? Qandli diabetga biza ko'p ushlab oldik. Ha, ko'p bo'ldi. Nimalar qildingiz keyin? Voy, bormay, hammasi ishdim. Firmalardan ishdim, boshqa bo'ldim. Endi ertalarni ertaga qolg'ali, ancha ana qildim, foydasi bo'lmadi, ko'rmadi foydasi. Harakat qildingiz, yo'qotishga. Ha, yo'qotish harakat qildim, foydasi bo'lmadi. O'zingizni sog'lig'ingizda qanaqa bo'ladi? Oshib ketardi, og'zim qurib qovurirdi. Keyin hali tuz qonim ochib qoladi, titrab qoladi o'sha vaqtda. Qaltirab qoladi. Buni ko'rib qoldim. Qayerdan o'zingiz ko'rdingizmi? Ha, o'zim Instagramda qarab yurib kuzatdim keyin. Kuzatsam shu artistlar ham chiqdi, boshqalar ham chiqdi. Shularni kuzatdim, reklamasligini bildim. Eshitdim 15-16 bo'lib ketaverdi. Boshida. Ha, mashinaga tushmayapti-yu bu dedim. Keyin ichiga yurdim, ixlos qildim, havoda olib turdilar, Qodir aka yaxshimi tuzim. Og'zim qurimaydigan bo'ldi. Uni ana qilgandan keyin nima bo'lyapti dedi. Yo'q, og'zim yaxshi tushib qoldi dedim. Keyin ovqat yegandan keyin 12-13 bo'lyapti dedim. Sekin tushirib oxir bo'lganda mana yaqin ham qancha bir oy, bir yarim oy oldin nima bo'lyapti dedi. 5 dedim. Ro'za paytdan bemalol ro'za tutdim. Talab qilmadi, boshqa qilmadi, chanqamadi men. Bemalol tutdim, ishonasizmi? Даже to'rga ham tushdi. To'rga tushdi. Bemalol yaxshi yurdim. Stress yo'q, boshqa yo'q. Bemalol ro'za. Bir oy, bir kun ham qoldiring ro'za tutdim. Ertalar har kuni o'lchayman, har kuni 5, uzoq bo'lsa 5-5. Keyin ovqatlangandan keyin ana qilsam 6-2, 6-3. Anaqani bemalol yeverdim. Diyeta qilmayapsiz? Yo'q, diyeta qilmayman. Aytdim o'zlariga ham, ular tez vaqt turdilar. Tursinlar, motivatsiya berib turdilar menga. Ozgina tashlab qo'ymayman, bu ham bargazingiz kerak dedilar. Yeb ko'rdim, sinab ko'rdim. Qovun endi sira chiqaradi-yu, bilaman-da qovun. Qovun olib kelib yeb oldim kechqurun. Qovun tarz ham yedim. Ancha yeb qo'ydim. Endi ertalab dedim, ko'raman, ertalab endi nasib doda bo'ladi-yu dedim, ko'tarib. Ertalab tursam 5 de. Ana, avvalo Xudo. 5, avvalambor Alloh. Allohdan 5 bo'lib turibdi. Keyin xursand bo'ldim. Ertasiga ham shirinlikni olib kelishdi. Kechqurun yemayman endi. Kechqurun chunki yesam, ertalab oshib turardi. Spesialni kechqurun yeyman, qanday ertalab nima bo'ladi? Yo'q, yeyman 5-5. Lekin choy ichgandan keyin ham 6-6:30 bor. Aytmanchi, Xudoga shukr, ancha yaxshi. Zo'r dedim. Ko'rganlarga maqtab, anaqalarimga maqtadim. Og'aynilarimga tushirib yubordim, dash anaqalarimni. Anaqa ayolimni opalardan bor, ularga berib ko'rsatib jo'natdim. Olinglar dedim, zo'r ekan dedim. Haqiqatan ular ham anaqa qilishdi. Yo'q, mana shunaqa qilib yuribman. Boshida ixlossiz bo'ldingizmi o'zingiz? Ishonmadingizmi? Va ko'rganimdan kuzatayotganimni ko'rsam, mana shunaqa deyishganda bir anaqa qildim. Voy, yana tushib qoldim dedim. Sen yo'q, keyin qaytdi bu. Qaytgandan keyin zo'r ekan, ixlos qildim. Vaqtida ichaman, termizim olib berishdi, hamda termiziga kechqurun soatda damlab qo'yadi. Ertalabga tayyor. Ertalabdan ichish boshlayman. Kechgacha bitta termiz 1 litr bo'shlaman. Kechqurun damlab qo'yaman. Yo'q, yaxshi. Ko'staymas, avlamar Alloh. Ham ko'sti birovga esa saqlam oshib ketib qoladi. Etmaydi deyman shu. Mana misol uchun meni ko'plar taniydi. Misol uchun mashina bozorda ishlagan, ko'pchilik mashina bozorda ham sahrlar ko'p, ko'rib qolishi mumkin. Bu reklama emas, haqiqiy anaqa. Haqiqatdan anaqa bu. Dori ichyapsizmi hozir? Ichmayman, umuman ichmayman. Yo'q, dori ichardim. Yo'q, diyeta ham. Faqat choyni o'zi bilan. Diyeta osh yedim, kecha bolalar osh olib kelishdi. Osh yedi, mana qo'y go'sht, qo'y yog'iga olib kelishdi. Yedim, kechki payt yedi, 9da yedi. Yo'q, ertalab ham anaqa qildim, yo'q, ertalab ham yaxshi ishni ko'stayman. Hamisha shunaqa yuring. Xudo xolasa bundan ham yaxshi kunlaringizni ko'rish nasib qilsin. Arzimiga vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Rozi rizo bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Rahmat, sog' bo'linglar, kelganingiz.